Sanoatlashtirish umuman olganda aynan bizni hududda o'tkazildimi yo bu Sovet mana shu 15 ta respublikalarda ko'p qismlarda o'tkazildimi? Hamma yoqda o'tkazildi. Bizda endi hozir paxtachilik dedinglar, to'g'ri. Bizda birinchi beshlikda qurilgan 289 ta korxonani oladigan bo'lsak, Rossiya, Ukraina bizda o'sha Sovet ittifoqida qurilgan korxonani 1% ham qurilmagan. 1% ham. Bir necha 289 ta ko'p raqam bo'lishi mumkin. Bu 289 ta juda ham kam foiz tashkil qilgan. Son jihatdan 3-4% yo'naltirilgan kapital nuqtai nazaridan 1-1,5% tashkil qilgan. Mablag' jihatdan asosan paxtaga dastlabki ishlov berish. Pillaga, boshqaga. To'g'ri, Tasselmaz zavodi qurildi, ikkinchi beshlik oxirlarida chiqdi elektr-kimyo korxonalari. Lekin bular unchalik mamlakatimizga o'sha juda katta ta'sir qiladigan kuch darajasida nima ekanki, bo'lmaganida asosiy korxonalar o'sha baribir hamki Rossiyaning g'arbi, Ural hududlarida, Ukraina hududlarida nima qilingan ekan, qurilgan ekan. Bu asosan paxta yetishtirib beradigan narsa. Endi ko'pchilik eshitgan bo'lishi mumkin narsani tinglovchilarimiz paxta Sovet davlati uchun strategik xomashyo degan narsani ko'p etiladi. Savol tug'ilishi mumkin, paxtadan bir nimasi bo'ladiki, mato to'qilsa, nima qanaqasiga u paxta strategik xomashyo bo'lishi mumkin degan narsa deyish mumkin. Taxtani strategik xomashyo bo'lishiga sabab undan kiyim-kechak yoki bir nima to'qilgani yoki uni chigitidan yog' olingani emas. Matoni boshqa narsadan ham to'qish mumkin. Yoki yog'i boshqa narsadan ham olish mumkin. Birinchi navbatda paxta Sovet iqtisodiyotiga birinchi navbatda porix olish uchun, portlovchi o'sha moddani bilasizlar, porix olish uchun asosiy komponentlardan biri hisoblanganligi uchun nima ekanki, ahamiyati yuqori bo'lgan va shu 30-yillarning oxiriga kelganda Sovet davlatining amalga oshirish siyosati boshqa ma'lum bir darajada o'sha dunyoda sodir bo'layotgan voqealarga ulanib ketgan ekan.